lekin qurgan narsam haqiqatga aylanadi. Voy, bir uxlashini qaranglar. Bugun qishloq va men quruvchilar jangi o'tkazamiz, lekin qurgan narsalarimiz tiriladi. Tirilgan maxluqlarni esa bir-biri bilan urushtiramiz. Biz esa ko'p narsa quramiz. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoni oxirigacha ko'ring. Nima boqirayapsan? Ko'zingni o'ying'inaman hozir. Kim boqirayapti senga? Shunchaki video olishni boshlaganimni aytmoqchi edim. Xullas, sen o'zing tarafingga yo'qol va mag'lubiyatga tayyorla. Yo'q, adashasan bo'lam. Men bugun san'at bilan shug'ullanaman. Ha, meni yutishni yaxshilab harakat qilishing kerak. O'tgan safar qo'lingdan kelmagandi. Sen unaqa 100 yil oldin bo'lgan ishlarni eslama. Mana qara qo'shiqmi? Tup tururup. Tup turib bo'ldi. Endi o'zing tarafingga yo'qol. Nega o'zi devorni maydalab tashlayapsan? Shuncha qurganim. Buncha shoshilding? Xo'sh, mana qishloqani ham o'z tarafiga haydab yubordim. Endi quruvchilar jangini boshlaymiz. Men birinchi raund uchun nima qurishni bilaman. Golem. Faqat oddiysi emas, umuman oddiysi emas, kuchaytirilgan neziritdan golem. Faqat hozircha umuman o'ylaganimdek chiqmayapti. Mayli, boshqatdan quramiz. Menimcha oyoqlar juda ham yupqa, yo'g'onroq qilish kerak. Va yana eng muhimi neziritdan qurish kerak. Har holda nezirit golem neziritdan bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Xo'sh, hozircha buning hammasi albatta qo'rqinchli ko'rinyapti, lekin nimadir qilish mumkin. Masalan, har xil bloklardan qo'ysak agar, menimcha ahvol yaxshilanadi. Ahvol yaxshilandimi, yomonlandimi? Nima bo'lgan taqdirda ham meni taslim bo'lishga umuman haqqim yo'q. Sababi qishloq devorining narigi tarafida nimadir quryapti. Unga qarshi nimadir qurishim kerak men ham. Xo'sh, hammasi yanada chiroyli bo'lishi uchun mana bunday bloklar ham ishlatishimiz mumkin. Ajoyib. Yo'ki to'xtang, bu bitta oyoq bo'lib qoldi-ku. Qanday yuradi axir, qoqilib tushadi. Xo'sh, menimcha oyoqlar bilan hal qildik. Endi sekin tanasiga o'tsak ham bo'ladi. Mana bu narsa qanaqa narsa bilmadim, lekin mana shunaqa narsa bizga kerak narsa. Narsa ko'p narsa. Menimcha mening san'at asarimda obsidian ortiqchadek uni nimadirga almashtirish kerak. Masalan, chernit. Menimcha bu ajoyib mos tushyapti nezirit bilan. Obsidianni almashtirgan ekanmiz. Kelinglar, mana bu qizil bloklarni ham almashtiramiz. Menimcha endi ancha yaxshi bo'ldi. Ha, endi menga ancha ko'proq yoqyapti. Faqat devor bilan bir xil bo'lib ketyapti. Shuning uchun yaxshisi bu tarafdan qarash kerak. Xo'sh, endi tanasiga o'tsak ham bo'ladi. Bizning tanasi juda ham ulkan bo'ladi. Qiziq, qishloq devorining narigi tarafida qanday maxluq quryapti ekan, ha? Ha, mayli, bu muhim emas. Hozir bor e'tiborni o'zimning maxluqimga qaratishim kerak. Ya'ni nezirit golemga. Ajoyib. Faqat menimcha golemning qirralarini mana bunday chernit bloklarga almashtirsak ancha chiroyliroq ko'rinadi. Vo, mana ajoyib. G'irt eski televizor bo'lib qoldi. Ha, zo'rmanda. Mayli, buni to'g'irlash uchun endi golemimizga ko'zlar qo'shamiz. Ha, uning ko'zlari naqd 6 ta bo'ladi. Yetmaganiga hammasi tanasida. Faqat men 6 ta dedim, bu yerga esa sig'mayapti la'nati. Yaxshi, kattalashtirish muammo emas. Kattalashtirishni ham yo'yaman-da. Mayli, yanada kattalashtiramiz. Bu safar aniq sig'adi. Va, yo'q, yana sig'madi. Voy, men daho matematikka o'xshayman. Mayli, muammo hal etildi. Ko'zlar joyida. Balki ko'zlarga mana bunday kristal qo'sharman-a, bilmadim. Menimcha yaxshi g'oya. Faqat bizning televizorimiz uzunchoq bo'lib qoldi. Yonga uzaytirish kerak. Faqat bu qadar emas. Bo'ldi. Menimcha hammasi ideal bo'ldi. Dahshatli. Menimcha ko'zini almashtirsak hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat bunga emas, yo'q, bu umuman to'g'ri kelmadi. Mana bu marjon tosh esa aynan mos tushadiganga o'xshaydi. Ha, hozirroq o'rnatamiz. Yo'q, axir marjon qoyalar suvsiz qurib qoladi-ku. Mayli, muammo emas. Shunchaki orqasiga suv to'ldiramiz va hamma muammo hal bo'ladi. Marjon qoyalar tirilmaydi, shuning uchun almashtiramiz. Ha, endi ular qurmayapti. Ajoyib, vazifa bajarildi. Faqat endi bu tarafiga ham xuddi shunday. Xo'sh, menimcha ko'zlar bilan hal qildik. Faqat mana bu o'rtasi bo'shdekmi? Xo'sh, kichik o'zgartirish kiritdim. Endi qanday ko'ryapti? Nima bu? Agar mana bu bloklarni darchalarga almashtirib chiqsak-chi, ahvol unchalik yaxshilashmadi. Qandaydir bir tiya qimmat ko'zoynaklarga o'xshab qoldi. Bu vaqtga kelib esa mana qishloqni nima qurgan. Rostini aytsam, men o'ylaganimdan ancha yaxshi. Menimcha yaxshiroq harakat qilishim kerak. Shunday ekan, nimani kutib turibmiz? Hozirroq mana bu bir tiya qimmat ko'zoynaklarni olib tashlaymiz-da, golemning qo'llarini qurishni boshlaymiz. Ha, axir qo'llarsiz urush olmaydi-ku. Kalla qo'yadim yo'qmi? Hozircha qo'llarni qurish bilan hech qanday muammoga duch kelmadim. Bloklarni qo'yishni hisobga olmasam, menimcha juda ham shoshilyapman. Mayli, qurishni davom etamiz. Mana bunday. Albatta, perfeksionistlar bu yerda dodlab yuboradi, lekin menimcha yaxshi chiqyapti. Faqat oyoqlari juda ham yupqa. Qanday ko'taradi axir? Umuman olganda oyoqlari bir blok bo'lsa ham ular neziritdan. Bu Minecraftdagi deyarli eng qattiq blok, menimcha ko'tara oladi. Qo'llari ham bitay deb qoldi. Faqat mana bu bloklar o'rniga yarimtalik bloklar qo'yib chiqish kerak deb o'ylayman. Xo'sh, ajoyib qo'llar bor. Endi ularga qurol yetishmayapti zarba berish uchun. Birorta blaster chizgan bo'lardim, lekin bu golemlar esa odatda shunchaki qo'l bilan urishadi. Bunda ham shunchaki qo'l bo'ladi. Mana bunday. Ozgina bezaklar ham qo'shadigan bo'lsak, undan ham yaxshi bo'ladi. Tayyor. Golemjon deyarli tayyor. Faqat bir nechta narsa yetishmayapti. Hozir shularni pirt etib qo'shib yuboramiz.
unchalik emas. Vo mana tayyor. Ataga bir nechta detal qo'shdim, lekin ancha yaxshiroq ko'rinishni boshladi. Faqat oyoqlari. Xo'sh bo'ldi, mening galemim tayyor. Endi bo'lsa shunchaki qishloqni kutish kerak. Siz esa izohlarda yozib qoldiring. Kimniki zo'rroq, kimniki yutadi deb o'ylaysiz. Faqat videoni oxirigacha ko'rib bo'lganingizdan so'ng. Xo'sh qishloqim, men kiryapman, qani meni hayron qoldirchi. Wow! Men o'ylaganimdan zo'r chiqibdi seniki. Hihi, ko'raman seni galemingni yo'yotganda ham shunaqa xursand gapirarmikansan u haqda. Axir men maqtadim-ku. Farqi yo'q, sen bugun mag'lubsan. Lekin mayli, rostini aytay, men o'ylagandan ko'ra ancha yaxshi chiqibdi. Ayniqsa qanotlari shishadan zo'r. Seningcha aytmasang bilmasmidim, bilaman qichoqlagani, senikini yutishini ham bilaman, hammasini bilaman men. Shunaqa degin, kelajakda ham ko'rasanmi sen hali? Kelajak nima bo'pti? O'tmishni ham ko'raman, orqasidan qara, epligini bil, his qil hammasini. Ha, zo'r, sen qurganing zo'r chiqibdi. Yur endi menikini ham ko'raylik bitta. Qara, lekin men vahshiyman, yumonlab tashlasam burchakka o'tirib yig'laman. Yaxshi. Va mana men qurgan galem Qiraqol qishloqi. Oho, televizorimizdan televizor pulti qani buni? Bu nima bu? Bu nima bu? Shunday yupqa makaron oyoqlaring katta televizorni ko'tararmidi, pachoq? Birinchidan bu televizor emas galem, ikkinchidan sen xavotir olma. U bemalol ko'taradi. Butun tananing zeritan oyoqlariga o'xshab. Qo'lini qara, qurol qani qurol? Bu nima? Qo'li bilan yutishga ishonyapsanmi? Seni xafa qilaman, lekin qiyin bo'ladi. Buni hali ko'ramiz. Mayli, cho'yishdan foyda yo'q. Jangni tantanali ravishda ochiq deb e'lon qilaman. Kutib oling, Nezerin Golem vs Crystal jangchi. Xo'sh galem, raqibingni yo'yib tashlashga tayyormisan? Mana sening kristal jangching, u ham zo'r ko'rinyapti. Kristalbek, yutqazsang o'ldiraman lekin. Vo'p, jang boshlanganga o'xshaydi. Meni allaqachon sakrab oldiga boryapti. Qanotingni ishlab nimaga chizdim axir? Vo'ni bularkan-ku, yo'q yana u qotdi. Menimcha galemimga baribir ustiga sakran. Ha, shunday o'yindan chapdan qani boks mahoratlaringni ko'rsat. Karataga ham yordam bermaydi shu. Yo'y buni. Chiq, qani tiqib qo'y o'rgatganimdek. Bu juda chiroyli va og'riqli zarba bo'ldi. Sen ham nimadir qil, galem ustiga sakra. Xo'p, zo'r, gap yo'q. 60 qo'randa yaxshilab ol, o'shda turib ota-o'rdan nafasga tushasan. Sen ham bo'sh kelma galem, yutyapsan menimcha hattoki. Suvingni borib tushingga ayt, meniki yutadi. Qani chuqurroqqa tiqib qo'y, chiqolmasin. Ur galem, mana boshiga yaxshilab ko'proq. Sharvada qilma, Kristalbek, tezroq yur. Ana bularkan-ku, nima shuncha payt ishlatmading? Menimcha seniki yangi usullar ishlatishni boshladi. Ha, seniki esa yo'q. Bu degani biz g'olib bo'lamiz. Antushi bor. Galem, sen hozircha oldindasan, lekin mag'lub bo'lma. Ay, voy, yanada aytib chiqardi, meni kutyapsan sen. Menimcha qishloqqa kim g'olib bo'lishi aniq bo'ldi. Galem, bo'l, yo'q qil uni. Ko'p gapirma, yo'yadi hozir, ko'zini bor. Menimcha esa yo'q. Oxirgi zarba va tamom. U yo'q bo'ldi. Mana undan nima qoldi? G'urromchilar, yig'ramaslar. Men sizlar bilan o'ynamayman, ketdim. Birinchi raund g'olibi men bo'ldim. Fu! Nezerit galem g'alaba qozondi. Endi kelinglar, olovli galem quramiz. Yo'q, menda kreativlik bilan hammasi joyida. Yaxshiroq narsa qilib o'ylab topa olardim. Menimcha. Lekin o'ylab topolmadim. Shuning uchun ham hozirroq olovli galem quramiz. Faqat bu safar oyoq bilan hech qanday muammo bo'lmasligi uchun ularni ulkan qilib quramiz. Mana bu komandani yozadigan bo'lsak, tayyor. Yana menda bir g'oya bor. Kelinglar, galemni birinchi bo'lib skeletini quramiz. So'ngra oxirida uni sekin-sekin bezatib, chiroyli qilib, zo'r qilib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, men sizlarga yaqinda anarxiya serveri ochilganligi haqida aytgan edim, to'g'rimi? Xo'sh, endi serverda nafaqat anarxiya, balki Battle Royale rejimi ham mavjuddir. Ya'ni PUBG Minecraftda ko'pgina o'yinchilar kattakon kartada paydo bo'ladi. Va ularning yagona maqsadi bor, oxirgi bo'lish. Buning uchun ular kuchayishi va shu bilan birga o'lib qolmaslikka harakat qilishlari lozim. Xuddi PUBG'da bo'lgani kabi bu yerda ham baryerlar tobora kichrayib boradi, toki yagona g'olib qolmaguncha. Shuning uchun hozirroq Artcraft serveriga kiring va o'zingizni ko'rsating. IP ekraninglarda va video ostida. Sizlarni serverda kutib qolaman. Menimcha shundaysiga ancha oson va tez bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ham menimcha bu yaxshi g'oya. Faqat bu yerda nimadir yetishmayapti. Va men nimaligini bilaman, oyoqlarga nisbatan bel juda ham yupqa. Endi sal-pal yaxshidek, faqat qiyshiq ko'rinyaptimi qandaydir. Endi esa galemning tanasini quramiz. U ham bizda ulkan bo'ladi. Yuzini esa vaqtinchalik mana bunday qilib tasvirlaymiz. Ha, buning ham boshi bo'lmaydi. Boshi to'g'rog'i tanasida bo'ladi. Bu esa uning qo'li. Menimcha yaxshi chiqyapti. Mana endi umuman yaxshi. Faqat endi hammasini bu yerda qaytarish qoldi. Obbo, har bitta blokni sanash kerak. 1 2 3 4 5 yaxshi.
skeleti karkasi bilan tugatdik. Endi sekin bezatsak ham bo'ladi. Menimcha bu ancha qiziqarli va zo'r bo'ladi. Hozir haqiqiy maxluq yasayman men bundan. Boshlanishiga mana bunday chiroyli bloklar orqali unga har xil bezaklar qo'shamiz oyog'iga. Menimcha bu yaxshi ko'rinyapti. Faqat nimaligini bilmayman. Yana bir xillik ham unchalik chiroyli ko'rinmayapti. Shuning uchun har xil bloklardan qo'shish kerak. Mana bunday qilib. Beliga ham xuddi shunday narsa qilamiz. Mana qishloqi birinchi raundda mag'lub bo'ldi. Agar ikkinchi raundda ham yutqazadigan bo'lsa, avtomatik ravishda men g'olib bo'laman. Shuning uchun yaxshilab harakat qilsa kerak. Men ham shuning uchun yaxshilab harakat qilaman. Olovli golem emas, chernit golem qurayotganga o'xshayman. Menimcha boshqa bloklar ham qo'yish kerak. Butunlay chernitdan qurish xato bo'ladi. Shuning uchun mana bu bloklarni ishlatish ma'qul bo'lardi.